Ketdi. Bo'ldi, inshaalloh ikkalamizdan hadiya bo'ladi. Hozir bunday bo'ldi. Ha. Buni ayolimga oldim. Mani podpischilarim, tillachi yigit podpischilari bilaman, onasiga ham nimada sovg'a qilmoqchi. Конечно. Yaqinda ko'rdim. Kumush beribsiz, nechtadir? Ha. Men obunachim, siz obunachingizga kumush yarashmaydi. Tilla. Tilla yarashadi. Hisob. Ha. Onasiga niyat qilganlar, kommentariyaga yozadi, like bosadi, kommentariy orqali aniqlab o'sha yigitga sovg'a qilamiz. Ayolni, yigitni farqi yo'q, kim yutib olsa ham bitta yutug'ini aniqlaymiz, tilla bitta o'sha kommentariyadan random orqali aniqlab olamiz. Bo'laveradi. Bugun chorshanbami, bugun payshanbami, dushanba kuni aniqlab olamiz, xudo xohlasa. Bo'ldi, nechta bo'lishidan qat'iy nazar dushanba kuni kommentariyada aktiv bo'lishadi, yo sizniki, yo meniki yutib oladi. Keyin o'zligi yozib ketishadi, kim yutib orqasida yutib olganligi. Kim yutuvni bersak, yana nimada o'ylab topamiz. Bo'ldi, shundan keyin yana o'ylab topamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Siz sababli bo'lib ketdi, bularga bitta like bosib qo'yasizlar, o'zingizda o'zingizlarni o'qib qo'yasizlar, chunki bular sababli hozir o'zlari o'ylab topdilar bu narsani. Joningiz sog' bo'lsin. Bilaman. Yo, sababchi bo'ldingiz, zo'r bo'ldi. Odamlar niyat qildik, onamga, ayolimga, yo singlimga. Sababchi bo'lib ketdingiz, gap yo'q. Bo'ldi, men roziman. Sizga yoqdimi bu ish qilib? Yoqdi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Uzuni ham bitta o'zingiz tanlab beradi obunachilarga. Xudo xolasi. Buyursin akam. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, yaxshilab bo'linglar. Xo'p. Like, kommentariyani anamaylar, tez-tez bosamiz. Ana sizlar uchun. Yondirib tashlang. Ha, Amroxon aka o'zlari boplab yubordilar yo'qni.